Mobilograf bratlarga nechi baho? Qanaqa syomka qilishni o'rgatib qo'yadigan. Video bunaqa boshlanadi. Bu videodan keyin meni ota-onam osib yuboradi uyda. Ko'pchilik blog boshlayotganda mana bu 3 ta xatoga ahamiyat bermaydi. Men sizlarga hozir o'shani yechimini ko'rsatib beraman va 3-inchisi sizlarni vashcha hayron qoldiradi. Siz esa like bosib turing, komment yozib turing, meni podpiskalarimga podpiska tashing, uyga 2 ta non tashab keting. 3-inchisiga kelganda, 3-inchisini esa meni Telegram kanalimdagi batafsil kursimizda gaplashamiz. Telegram kanaliga o'tsangiz, mendan ko'pchilik so'rashadi. Aka, bunday montajni qanaqa qilasiz? Axir men 10 yillik opit bilan men sizlarga bugun kat qilishni o'rgataman. Ovoz yozishni o'rganamiz va mana bunday spets effektlarni o'rganamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi juda ham sifatli svet, kamerani to'g'ri nastroyka qilish. Bu nastroykalar bilan siz deyarli dazmolga olsangiz ham juda ham chiroyli kartinka chiqadi. Bir ro'ylidan o'rgan-urib, ma'lumot ham chaynal urib, kliyentning qo'liga qusish formatida kelib qolyapti-da. Original formatda esa mana Telegram kanalimdan tavsiyalar bo'ladi. Qo'shilganingizdan afsuslanmaysiz. Afsuslanganingizdan qo'shilmaysizlar.